Quyoshni ham kutib oldik. 6 kilometrdan o'tdi. Bugungi yugurishimiz Toshkent marafonda 1 soatda 50 daqiqada 21 kilometr masofani bosib o'tdik. Qozog'iston Turkistonda 21 kilometrni 1 soatda 38 daqiqada bosib o'tib, yosh chegara bo'yicha liderlar qatoriga qo'shildim. Xalqaro miqyosda. Endi undan ham katta marafon bo'ladi. Ostonada 31-may. Shaxsiy rekord qilish 1 soatda 30 daqiqa. Kuzatamiz, endi ko'ramiz. Natija qanday bo'lar ekan. Yugurishda davom etamiz. 97 kilogramdan marafongacha bo'lgan davr 2 yil ketdi. Quyoshni ham kutib oldik. 6 kilometrdan o'tdi. Bugungi yugurishimiz Toshkent marafonda 1 soatda 50 daqiqada 21 kilometr masofani bosib o'tdik. Qozog'iston Turkistonda 21 kilometrni 1 soatda 38 daqiqada bosib o'tib, yosh chegara bo'yicha liderlar qatoriga qo'shildim. Xalqaro miqyosda. Endi undan ham katta marafon bo'ladi. Ostonada 31-may. Shaxsiy rekord qilish 1 soatda 30 daqiqa. Kuzatamiz, endi ko'ramiz. Natija qanday bo'lar ekan. Yugurishda davom etamiz. 97 kilogramdan marafongacha bo'lgan davr 2 yil ketdi.